Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Olimlarning aniqlashicha, yo'qsillikda o'sgan bolalar miyasi tovushni badavlat oila farzandlariga qaraganda boshqacharoq qabul qiladi. Shu bilan birga musiqani tinglab o'rgangan kambag'al bola ravon fikrlay oladi. Los-Anjelesdagi bir maktabda o'g'il-qizlar ana shu usulda ta'lim olmoqda. Mana 5 yildirki Reyes Harmony Project nomli dastur doirasida musiqadan ta'lim olyapti. Loyihadan maqsad kambag'al oilalardan, notinch mahallalardan chiqqan bolalarga musiqani o'rgatish va maktabni tugatishda yordamlashish. Dastur kutilmagan boshqa yutuqlarga ham yetakladi. 2008-yildan beri bitiruvchilarimizning 93% Dartmouth, Tulane kabi nufuzli kollejlar va New York universitetiga kirdi, deydi Harmony Project asoschisi Margaret Martin. Ayrim talabalar aniq fanlar sohasida ham o'qiyapti. Neyrobiologiya, muhandislik, tibbiy muhandislik, etnografiya. Bir o'quvchimiz Fulbright stipendiyasini oldi. Xayolimizga kelmagan yutuqlar. Sababini olimlar o'rgandi. Buning uchun ular bolalarning boshiga datchiklar o'rnatib loyihadan oldin va undan keyin tovushning miyaga ta'sirini kuzatdi. Neyrobiolog Nina Kraus deydiki, kambag'al bolalar ovozlarni o'ziga to'q oila farzandlariga qaraganda boshqacharoq idrok etar ekan. Kambag'al bolalar tovushni batafsil, to'liq eshitmasligi, aniq idrok etmasligi ayon bo'ldi, deydi u. Ammo ular musiqani o'rgana boshlaganidan 2 yil o'tib manzara o'zgargan. Musiqa darslariga qatnagan bolalarning asab tizimini o'rganib, ularning nutqi ravonlashganini, tiniq va lo'nda javob bera boshlaganini aniqladik. Dars soni ham katta ahamiyatga ega. Ya'ni ko'proq musiqa o'rgangan bolalar eng yaxshi baholar oldi va boshqa muvaffaqiyatlarni ham namoyish qila oldi. Qo'shma Shtatlarda boy va kambag'al bolalar farzandlari o'rtasidagi farqni yo'q qilishni istasak, har bir bolalar bog'chasida va har bir maktabda 1-sinfdan musiqani o'rgatishimiz kerak, deydi Margaret Martin, loyiha asoschisi. Olimlar har xil shahar, shtatlarda minglab bolalarni kuzatsin, o'rgansin, deydi u. Harmony Project loyihasi qatnashchilari esa o'zimizdan qiyos, musiqa koni foyda deyapti. Bu yerdan keyin darsga borsam, hamma narsani boshqacha qabul qilaman. Darsda faol qatnashaman, o'qituvchim va sinfdoshlarim bilan bemalol gaplasha olaman. Matematikani o'rganish ancha osonlashdi. Sanash, ko'paytirish yoki bo'lish ham osonroq. Ham musiqaning foydasi bo'ldi. O'quvchi qizlarning onasi ham xursand. Qizim kuy musiqa olamiga kirganidan boshim osmonda. Reyes va boshqa o'quvchilar maqsad faqat dars va o'qish emas, deydi. Muhimi bu yerda bolalarning tanishlari doirasi kengayadi. Ular do'st orttiradi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Kundalik yangiliklar tahlili bilan siz internetdagi sahifamiz va eshittirishlarimizda. Ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Sizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Xonadoningizni shodlik va baraka tark etmasin. Xabar bo'lsa, faqat xush xabar bo'lsin. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imamova. Yaxshi dam oling.